Assalomu alaykum. Endi bizniki tug'ilgan yilimiz bizniki 1954-yili. Biz endi asli tug'ilgan G'o'jada. Bizniki buvilarimiz Qashqardan chiqqan. Qashqarda tug'ilib yashagan bo'lib o'sgan. Keyin bu yerga Olmaotaga kelib, Olmaotada o'rnashib ular 33-yili, 34-yili dadamlar, buvamlar bilan qaytadan nima kirib ketdi. G'o'jaga kirib ketgan sababi mayda repressiya degan boshlandi. Repressiya degandiki, Stalinning nimasi bilan butun kichkina mudaq ishlamchi kichkina mudaq ixlosi bor odamlarni yo'qotish degan narsani uqtirib, shu butun xalqlarni so'laydiganda so'lab, lagerlarga avitib qolgan vaqtida, shu vaqtda shu bizniki Uyg'urlarimiz shuna uchrashib, turmalarga solinib, o'lib ketgan odamlar bo'lgan. Uning orasida bizniki opamniki dadasi shu imza uchirish qilib, shu bizda Nikolayev degan yer bor, ashada atoq burilib, o'lib ketgan. Atoq degan nima? Atoq degan endi bu shu Stalinniki o'ziki tepib qilgan bir siyosat. Siyosatda atoq deganda shu hech qanday im bo'lmasimi, hech qanday deganlik fakt bo'lmagan ustidimi, shu o'zidan atoq buyrug'ini chiqarib, shu xalqlarni opirib, bir necha kun so'lab, undan keyin etib o'tgan ekan. Etib yo'qotib o'tgan. Uyg'urlarni. Bo'lsa-mu jaqaroq Uyg'urlarni opirib, imkon nima deganki, bu siyosatda endi o'zingizlar yaxshi bilsizlar, bu nima degan vaqtda bu shu Uyg'urlarniki har qanday ichidan yaxshi o'qimush, oqiston odamlar, mang'an odamlar bo'lgandan keyin ashlarni boshini yo'qotishdi. Boshini yo'qotishuning uchun ashlar odamlarni bu Stalinniki ashlar nimasi botdi. Shundan keyin bu 33-yili u yoqqa kirib ketgandan keyin 12 yil 22 yilmi? 22 yil u yerda yashab qolgandan keyin 55-yili opam bilan dadam ikkisi G'o'jada im qilishib, ashada to'y qilishib, keyin bular bu yoqqa chiqdi. Chiqqan vaqtida endi bu yerda biz shu vaqtda endi yana Kommunist partiyaniki siyosati butun bu endi ikkinchi cho'ng urushdan keyin bo'layotgan voqea bo'lgandan keyin bu Sovyuzda odam yetmaydi deb Xitoy bilan yaqin uchun ashadagi Uyg'urlarni muqim mashaga selina dehqonchilikqa ishlatishga avitish ish bo'ldi. Shunda ashada uqtirildi, sizlarga uy berildi, oqchi berildi degandan keyin ularning hammasi qiziqib, qanday bo'lsa endi bu yerda dadam opam bu yerda tug'andi o'z vaqtida, mayli chiqaylik ko'raylik deb kelgandan keyin bularni shu bir cho'l yerga, bir Paxtaral degan yerga vaqtda bir yerga avitib, ashada bularga bir uylan sepirdi. Uylarda bir injiq bo'lsa bir oydak turib boqadi, qarsa mumkinchilik bo'lmadi. Shuna bular qaytib u yerdan mushu bizniki hozir Maliga Sultonqo'ron qaytib keldi. Bu yerda u vaqtida kommuna kolxoz ishlatdi. Kolxoz ishlab, kolxozda bular dadam dehqonchilik qiladi. Opamiz endi biz bolalar kichik bo'lgan uchun uyda bolalar bilan 7 jon biz bolalardan. Bolalarga qarab nima qiladi. Endi qiyinchilik qaysi degan vaqtimizda qiyinchilik endi bu yerda endi shu u yoqdan bu yoqqa ko'chgandan keyin o'zingizlar nihoyat yaxshi bilsizlar, bir yerdan bir yerga o'rnashish eng qiyin narsa. Maydan u yoqqa ko'chib qolgan sababi aboy qish bo'ldi. Stalin mundaq repressiya qilib 33-yil butun yana qolgandan keyin oyoqdan endi Xitoyning hukumatı andaq besimni qilib qilgan uchun yana Uyg'urlar mushunga ma'qul deb yana oyoq kelib, mayda mushu qiyinchiliklar uchrashib, shu qiyinchiliklarni bak bo'yinda tortib o'zining nimasida o'tkazdi. Endi hozirgi vaqtida endi hozirgi vaqtda davrimizmi? Hozirgi vaqtida endi Alloh subhanahu va taoloning nimasi bilan o'zingizlar ko'rsa, Sovet tugdi, Sovet to'xtab, Sovet har qanday ish tugagandan keyin hamma yerda demokratiya bo'lgandan keyin hozir bizda mana Qozog'istonda o'sma Uyg'urlarimiz nihoyat yaxshi turyapti. Yaxshi turgandan keyin hammizniki Uyg'urlarniki dasturxoni yo'q degan vaqtida
yo'q degan Uyg'urimiz uyga kelsak, shu qilib patmisi bor. Shu qilib Alloh subhanahu va taolo hamma tarafdan yiqyotdi. Endi bolalarimizni bizda rost, bolalarimizni jiq o'qitish kerak. Bolalarimizni jiq bizniki Uyg'ur millatimiz bo'lsa-mu, mushu tarafdan qolganda kichkina kayinni qilyapmiz. Mushu tarafdan qolganda endi qanchalik bo'lsa-mu, boshqa yerdagi endi Uyg'urlarimiz bo'lsa, mumkinchilik bo'lsa, shu Mashhadagi Qozog'istondagi Uyg'urlarimizga o'qiydigan bolalarimizni biz tanlab yiqib olsak, ashaqlar olib bo'lsa-mu o'qitib, o'qimlish qilmasak, bolalarimiz hozir bak mana yaxshi o'qigan bolalarimiz bor. Eng ahvoli keldigan yer qayerga? O'sha bozorga kelib to'xtab qoldi. Bozorga kelib to'xtab qoldi. Boshqa yerda endi qilimiz, o'timiz desa, mumkinchilik bo'lsa-mu, uningga iqtisod kerak bo'ladi-da. Iqtisoddan o bolalar qiynalib, shunda o ishlarni elib ketamaydi. Shuning uchun endi mush ishlardan bizda bak ig'irchilik bo'ladi. Qolgan tarafdan endi Alloh subhanahu va taolo din tarafdan desak, mashallah bizniki endi bu mushu Sultonqo'rg'on mahallimizda hozir 4 masjidimiz bor bizniki. 3 masjidni Uyg'urlar soldi, 1 masjidni turk bolasi yapadi oyoqqa. Shuning uchun bu ish qilib bu tarafdan medreslarimiz bor. Mana hozir mana bizdan to'yanki masjidda 60 tak bola kelyapti. Jiqroq 80-90% Uyg'ur bolalarimiz. Shu 8 yosh, 9 yosh, 10 yosh, 11 yoshdan kelib kelyapti. Mana masjidda bo'lsa 100 tak bola o'qiydi. Bu yerda mashinchilik 90% yaxshi Uyg'ur bolalarimiz kelib o'q. Din tarafdan endi ish qilib, asta-asta harakat qilib, har qanday ishlarni mang'izyapmiz. Endi bu yerda biz demasakmi Alloh subhanahu va taolo o'zi bunga jiq yordam beryapti-da. Allohning kemisi bilan har qanday ish Allohning kemisi bilan bo'ladi. Shuning uchun bu ishni Alloh subhanahu va taolo jiq odamning dinini yechib, ish qilib islom diniga ko'z qarashni yosh bolalarimizningini bak yaxshi qilib beryapti. Sultonqo'rg'onda qanchalik Uyg'urlar yashaydi taxminan? Endi Sultonqo'rg'onda qarang, Sultonqo'rg'onda 38 yigit beshi bor. 38 yigit beshi. Har bir yigit beshining o'ttirliq olsak 300 semyadan bor. Endi ashuni sanasak 1000 dak, shunaqa? 1000dan oshiq semya bo'lib ketamda. 1000dan oshiq semya bo'lib ketamda. Shunda qaragan vaqtimizda endi burun 90-yillik qamati 40 ming dedik. 90-yil, 94-yil biz bu Sultonqo'rg'onda birinchi pravleniyani qurib, birlik akilish uchun Uyg'ur millati, butun hech qanday millatda bo'lmagan vaqtida biz birinchi Uyg'urlar biz buni qurdik. Pravleniya deb butun bu 25ni birlik akilish, birlik ak bo'lgandan keyin ashlarniki shu emisini 25niki har bir mahallisidagi sonisini bilish deb akagan vaqtimizda shu vaqtidan tortib biz imqonda 40 ming Uyg'ur turdiki deb imqon Sulton. Endi hozir endi 13 yil o'tdi. Shunaqa 13 yil bo'lib qoldi. 13 yildan ichida endi o'ningda ko'payib ketdi. Hozir yosh bolalar jiq kelib ketdi. Ma'lumimiz endi hozir degandek jiq ko'payib o'zining nimasi yiqib ketdi. Sizning aşı yeni çıkan vaxtdaki dəvirlərini bir sözlər bəyan olsa, bu yerdə qandaq məsələn kolxoz deganning o'zini hozir yoshlar bək tushunib ketmaydi. Yoshlar bularda qandaq ishlaydilar? Kolxoz deganda bu yerda endi qarang, shu kolxoz ishlagan odam shaharning ichiga kirib hech qanday ish qilamaydi. Kolxoz deganki, shu kolxozning ichida sololiq bo'lib, mashhad ishlatdi. Bolalaringizni chat shu kolxozdagi shaharning ichidagi maktablarga amatdi. Mushunchilik ahvolda bu kolxoz deganda. Kolxozdan chiqib ketsangiz, yeringizni tatib oladi, uyingizni tatib oladi. Ashna ahvolda qarang, shu vaqtda. Shuning uchun hech kim bu kolxozdagilar u shaharga bir ya sodiga ishni, ya bir zavodlarda, ya bir fabriklarda, ya bolalarni ashadagi maktabga, ilg'oriroq bir maktablarga olib o'qitalaydiganga mumkinchilik yo'qdi. Mush kolxozlar mashad yashayveradi. Bir president kolxoz degan batdi. U muqim shu iliqi boshliqda endi boshliq bo'lgandan shu hamma ishni qarab turadi. Kimki ya kolxozni qechib ketsa, yiqib ketsa, ya birdir chiqmasa, u muqim selsaviyatga yig'ib,
majlis içip, as majlisda o adamni söküp, ya chiqardigan ishni qiladi, ya shu o'sha bir ish jazoni ishni qiladi. Vaqti bek qattiqdi. Asosan Uyg'urlar destek kelgan vaqt hammaylar shu kolxoz ishida boshqa kasblarga kirib ketganlar bormi? Endi kelgan vaqtida endi o'zingiz bilasiz, u vaqtlarda o'ris til bilmasa hech qanday yaxshi ishlar kiramadi. O'ris tilni bilgan odamlar kichkina mundaq endi ularni qanchasiga bo'ldi 1% yo 2%. Qolganlari hammasi mush dehqon ishlagan. Ko'pchilik dehqonchilar mushu kolxozda ishlab turgan emishga mashada o'ngaydi. Endi ota-bobomizga kelayotgan dehqonchi bo'lgandan keyin sut tutish, kamqonoq terish, ularni qilish hammani yaxshi bilgani uchun Uyg'urlar mushnib ketavergan. Bu yerda shu turayotgan mashadagi o'ziniki burun 1871-yilni tatib qolgan Uyg'urlar ular mashada qolgani uchun ular shu yo'lni elib yordam bergan deylar. Mashadagilarda yerlik Uyg'urlar. Bu kolxoz emgekleri Qozog'istonda qachonlardan tugagan bo'ldi hisobda? Kolxoz emgegi tugadi, mushu 92-93 tugadi. Ondan burun bütün kolxoz. Batdı. Endi bu yerda mundaq bo'ldi qarang. Bu yerda endi bu kolxoz, bütün kolxoz 90-yilda tugagan bilan buni shaharning ichiga, ama shaharning ichi yo'g'on bo'lgandan keyin, yo'g'irish boshlagandan keyin buni bizdan Sulton Qurg'on 63-yili, 64-yillarmi esimda yaxshi yo'qki, shu yillari bu shaharning ichiga kirib ketadi. Sulton Qurg'onchi shaharning ichiga kirib ketgandan keyin bu yo'laqi avtomatik bu kolxoz bo'lmay, shaharning ichidagi rayon bo'lgandan keyin bu yerda o'sha muqim o'qishga tushish, boshqa maktablarga berish, hattoki shu boshqa nimalar bilan shug'ullanishlarni hammasi erkinlik bo'ldi. Mana shu vaqtdan tortib, vaqtda bizniki shu opalarimiz, dodlarimiz, mening dadam o'zi Mo'ldiz odamdi. O'sha cho'ng bir fabrika Shavoman degan bo'ldi. Ashaga berib, ashad ish kirdi. Ish kirgandan keyin u yerda shu cho'ng orden medallarni elib, cho'ng yaxshi imida ataliq bo'lib, ashuna bu cho'ng ishlarni qilgandi. Opamiz bo'lsa endi shu vaqtchang mashada bizni beqib qildi. Keyin o'sha pensiyaga teng kerakdi, pensiya qilmasa bo'lmaydi degan vaqtida endi opamizga hech qanday obrazovaniya bo'lmagandan keyin maktabga bizning 101 maktab bor, Uyg'ur maktab. Shu 101 Uyg'ur maktabga u yerga o'borchi qilib oldi opamizni. Biz mush maktabni tugatdik ekan. Tugatgandan keyin bu qala shaharning ichidagi maktab bo'lgani uchun bu maktab tugatgandan keyin biz armiyaga ketdik. Maktab tugatib. Armiyada slujit qildik. Shu burun Zelenogradda, hozir Ostonada edi. Ashada 2 yil slujit qilib, Sviyazda slujit qildik. U yerdan kelib o'landik. O'langandan keyin Alloh subhanahu va taolo 5 farzand berdi. 4 o'g'il, 1 qiz. Shuning bilan ashning orasida yana kommunizm siyosati, kommunizm yemisi bilan bizni hech qanday o'zimizning ixtiyorimiz bilan emas, majburlab bizni Afg'onistonga ketdi. Bu yerda endi muqul majbur bo'ldi-da, kim bo'lmasa, atak sotlaymiz degan yerlarga ketdi. Sotlaganlar bo'ldi, sotlagan, hech ketganlarni tutib sotlaganlar bo'ldi. Shunda biz amal yo'q, ashaqqa berib Afg'onistonda 6 oy xizmatimizni, askarning xizmatini o'tkazib, bu yerga keldik. Vaqtda biz tushib qoldik. Bu yerga kelgandan keyin o'g'lim, cho'ng o'g'limning universitetga tushadi. Arslan degan o'g'limni. Cho'ngni universitetga tushib, u Kazgun tugatib yuridikini. U ilm elib qolgandan keyin mashada bir firma bilan tanishib, ishlab o'zi. Imkondan keyin ingliz tilini yaxshi bilgandan keyin uni Amerikaga ketdi. O oğlumuz zaten Amerika'da. Aşağı turib уже neçe 13 yıl bo'ldi. Aşağı turib yo'qqa yashayapti. Endi qolgan ishlarimiz endi hozir qani shu 94-yilni tatib, Sovetning ishi tugib, har qanday ishlar tugagandan keyin biz endi 94-yilgacha men trolleybus parishildim. Водитель bo'lib. Водитель degan keyin tushunish qo'ya водитель. Trolleybus haydash. Haydash trolleybus degan. Traktor? Ya, trolleybus. Trolleybus degan. Bunda tok bilan mangadigancha,
Avtobus o'xshash tok bilan mangdi. Trolleybus. O tramvay. Ayam bir bor trolleybus. Metro emas. Metro emas. Qozog'istonda bor emas. Bu Qozog'iston. Turkiyada yo'qmi? Biz İstanbul'da yo'qmi? Tramvay o temir yo'l bilan mangdi. Ma avtobus o'xshash. Avtobusda men yo'lda ko'rdim biz. Ha. Bunda qism bilan bog'ladik trolleybus. Ha. Ko'cha avtobusdek. Ko'cha, ha, shu ashdan haydadik. Uni bir 10 yildami 10 necha yil haydab. Keyin bu yerda har qanday ishlar to'xtadi. Sovet tugdi o. Sovet tugagandan keyin har qanday ish to'xtadi. To'xtani keyin qilmaymiz degan vaqtida, ya'ni shunda mechitga keldik. Mechitga kelib, mechitda ya'ni keyin 94-yil buvaylar bilan birga ishlab, mechitni soldik. Cho'ng birinchi mechitni cho'ng mechit edi. O mechitni selib qilib qo'ygandan keyin, u yerda bizniki bir pirmantajkam degan buvay botdi. U odam mutvalida yashan ekan. O odamimiz ekan. Qaytib bo'ldi, qaytib bo'lgandan keyin jutdan keyin hammasi qaytadan majlis cho'ng majlis ichib, meni mutvali qilib qo'ydi. Shunda yerda 2 yildak mutvalilik qilib edik. Tartibga silib, keyin salomat bo'lmay qoldi. Chiqib, keyin operatsiya bo'lib, shuni orasida kishining inqida keyin mana hozir ishlayotgan mechitga, Tovanka mechitga. U yerga mutvali qilib meni u yerga ketdi. Shunda u yerdan ishlab aşağı işlep hozir kelyapmiz. Endi vatanga men 2004-yili bordim. Uni oldida, ya uni oldi to'xtang. Bir bordim, 90 Sovet vaqtida bordik, 93mi 94-yili bordim. Sovet vaqtida bir bordim. Sovet 92 boshlandi. Ha, 93 bordim. Texi 93 tex batdi Qozog'iston tex Sovet qo'shiladi tex. 93 bordim men. Berib Urumchiga tushdim. Urumchida bo'lib, Saudiyaga ishlab bo'layotgan vaqtimiz berib ko'rib, ahvolni ko'rib, endi biz askarlar bilan shug'ullangan bo'lgandan keyin bizning ko'zimizga bir qismini ko'rindi, rostini aytsam. Qanday degan vaqtda bizning aeroportdan tushishimizga shu qarshi saqchilar avtomobil bilan turib ketibdi. Yana ko'rinib turdi, okupant qilgan okupirovat qilgan yerga o'xshashlar ko'rinib turdi. Hech qanday aeroportning ichida passajirskiy samolyot kelsa, shu saqchilar avtomatlar turgandan keyin bu yer chataqga deb shu vaqtida o'sha 90-yil shu vaqtda biz bilganda bu chataqga bir yaras. Bu vatimiz chataqga degandi. Keyin qolgan ishlarni undan keyin Qo'lchiga tushdik. 2004-yili avtobus bilan bordik, Xo'rg'ozdan o'tib. Bu yerda endi undaq ishlarni ham qilmadik. Endi shu ko'rganimiz shu Urumchida mushni ko'rganmiz. 2004-yili G'o'ljiga borgan vaqtda masalan Silbiyaning Yerkent yoki shu Uyg'ur rayonlarini ko'rdilar. G'o'lji bilan qanday farqlarni ko'rdilar? Odamlarda qanday farq bor ekan, taraqqiyotda qanday farq bor ekan? Endi 2004-yili bu yoq bilan u yoqdan qaragan vaqtida, u yoqda 2004-yili Uyg'urlar bilan parang salsak, hech qanday Xitoyning bizga kerak emas. Hech qanday biz tilni bilan o'rganmash kerak, undan bunda degan vaqtida men shu vaqt degan, ya undan yaxshi emas. Hattoki Lenin Mashta degan o'z vaqtida dushmanni bilish uchun, dushmanning har qanday ishini, qanday harakatni qilganini bilish uchun biz ularning tilni yaxshi bilish kerak degan. Mana Lenin o'zi shunchalik mushrik turib, arab tilini biladi. Yana undan boshqa 4-5 tilni yaxshi biladi. O'ziniki o'ris tilida so'zlaydi. Deb shu yerdagi bolalarga mana shunday degan. Sizlar bu Xitoy tilini yaxshi o'rganmasanglar, sizlarga u ig'ir bo'ladi. Deb imkonda. Endi shu vaqtlarda endi detsatlar ham endi Xitoy tilida botdi. Ammo Uyg'urlar muqim yo'q, o'zimiznikiga beramiz deb imkonda. Endi hozir olsam ham yana yepotidi. Muqim tok Xitoylik bo'ldi degan yerga kelib qoldi. Shunga qaraganda endi bu bir endi Allohning nimasi, ishqilib tilni bilib, urf odatini bilib, qilsa ular bilan har qanday dushman bilan tilini bilmay hech qanday harakat qilib bo'lmaydi. Endi bu yerdagi mana biz jamoat bilan jiqarlashimiz-ku. Butun o'sha Druj bo'lamdi, Zarevostok bo'lamdi, jamoatlar bilan aralashib, nazir to'y to'kinlar bo'lamiz.
Mesela siyasat paran bo'lgan vaqtida ko'plarning og'izdan chiqadi. Vatanimiz ozod bo'lsa, bir kun qolmaymiz bu yerda. degan balchaqlarimiz deb kirib ketamiz. O degan vatango. Mayli endi sizning düşünceniz bo'lsin, aşağı talqinimiz, aşağı ko'ginimiz ko'rgan. degan paranglar jihladan chiqadi. Endi bu jihlab qancha deymiz? Bir 70-80% Uyg'urlar mushu fikrda bor. Sizning hayotda o'zlarining yashagan mushu hayotlardan qilgan ishlardan yoki ko'rgan narsalardan eng xushal bo'lgan narsalar nima yoki bo'lmasa eng ichingan masalan maishni qilgan battiq men bunday sabab bilan qilaman deydigan armonlar nima mushu hayotdagi? Qaysi ishdan xushal, qaysi ishdan masalan nima? Endi birinchi men xushal bo'lganim qarang. Birinchidan Alloh subhanahu va taolo rahmat. Biz endi o'zingiz bilsiz, Sovet vaqtida yashagan uchun kommunistning ideyasi u degan Allah yo'q deb o'tkazdi. Komsomol, Oktyabryonak, kommunistlar bu 3 narsa bor bo'ladi. Kichik vaqtni tatib 4 klassga kirgandan keyin Oktyabryon qiladi, 7 klass ko'chgandan keyin komsomol qiladi. Komsomoldan keyin ish qilsangiz, muqim partiya o'tkazishga majbur qiladi. Mushning qanday ularda hammasida mushu Allah yo'q, hamma narsani Allah Taolo hech qanday Allah Taolo yaratmagan, buni shu priroda yaratgan buni deb bular ashanda tushuntirib qiladi. Adam bo'lsa maymundan to'ralgan deb shunchalik ideyani bular shu maktablarda inqilayotgan. U xo'shalligim qanday degan vaqtda mushu Sovet yo'qib, islomdan erkinlik kelib, Allohni tonib, mushu mechitlarga kelib, mechitlarda ishlab, o'zimiz qanchalik bilgancha bo'lsa, yosh bolalarimizni tarbiyalab, yaxshi yo'llarga boshlab qarang. Atanın hürmet qilib, milletin Uyg'ur deganni söygizib qarang. Ashunga qilganga mush eng cho'ng xo'shalik deb men mushni bilaman. Nimishga bu yosh bola bilan ishlamak bu eng tayin yaxshi. Nimishga bu bizning kelasi. Yosh bolalarimizni qanchalik biz, sen Uyg'ur ekansan, sen mush Uyg'ur ko'yinish kerak ekan. Uyg'ur degan mushu islom dini ichida bo'lsak, bir-birimiz bilan ittifoq, o'mlik, birlik bo'lsak, Allah subhanahu wa taolo bizga har qanday ishimizda o'zining yordamini berdi. Deb qilgan siri hozir mana bizning mush mahallimizda jih bolalarimiz Uyg'urlar bo'lsa, ozmaz bo'lsa-mu, shu vatanning paranglarini burun misol 10 yil, 15 yil xabar yo'q bo'lgan bo'lsa, hozir mana aka buni mandaqga, maymonda bo'yibdi, bizning vatanda mana ishlar bo'ydi, internetda mana ko'rdik, ana ko'rdik, Rabiya Xodira opamiz bo'lsa, mana ishlar deyibdi, mana deb mashlaq inlarni qilib uje eg'izdan mushunchik so'zlar chiqqani uchun biz uje xursandda. Mana uje mushu bolalarimiz bor. Qilgan bizning emgaklarimiz zayi ketmayapti. Ertaga bularmi 30 kirdi, 40 kirdi, bularning uje ko'z qarashi vatanga, o'zining millatiga, uningga islom diniga qarashi bularniki boshqacha bo'lgandan keyin Alloh subhanahu va taolo men o'ylayman, mush ishni mush 3 narsa bilan ipmangsa, Alloh subhanahu va taolo 100% bizning vatanimizni azod qilib berish qiyin qildi. Ammo bizda mushu yosh bolalarimizni, mushu cho'nglarimizdagi fitna fasodni yo'qitib, yosh bolalarimiz bu bo'lmash kerakda. Yosh bolalarimizda bir ittifoq, birlik kelishga mushuni o'rgatish kerak. Sizlar bu uning ulodash kerak deb biz da'vatimiz ular. Sizlar bu qayerlarimizga ashlar bilan ketsin, ashlar ash go'rik akatsin ular o'zining fitna bir-birini ko'chilaydigan, bir-birining beshini yaygan ashlar yerda ketsin. Sizlarda bu bo'lmasin mana. Sizlarda bundaq o'rch deganda prozrachanda ochiq bo'lish kerak. Ochiq bo'lsanglar, Alloh rozi bo'ldi, o'zingizlarga o'ng'ay bo'ldi, millatingizga o'ng'ay bo'ldi. Deb mushunga o'yitayotimiz, endi chiqib hozir mush ish asta-asta mingyapti yosh bolalarimiz orasida. Mening orzuim buni qarang. Bizning orzuyimiz endi hozirgi vaqtida abayman aytib ketdim-ku. Bizning ko'p Uyg'ur bo'lsin, Uyg'ur bolalarimiz mana jihnaylar berkapsiz. Ko'rdingiz, jih Uyg'ur bolalarimiz, shu yosh bolalarimizda qiladigan ishlari yo'q. Hem ishni qilishni bilmay qilayotgan bo'lgandan keyin ashlarni birlik akilish uchun hatto buni biz endi din tarafdan demasakmi, mush sport tarafdan bo'lsa-mu, mening orzuimda sport tarafdan bo'lsa-mu, bolalarimizga bizga erkinchilik bog'i endi bu. Xitoy emas-ku. Erkinchiligimiz bor bo'lgandan keyin sport tarafdan bo'lsa, mush bolalarimizni bütün mushu mahallamizdagi Sulton Qur'on emas, bütün mushu yarkat, imam mushu
Çileki şu Uygur rayonu hem yerdeki yaşlı balalarımızı aşı birlik ekiliş. Qanday degan sport arqılı. Boks bağımı, futbol bağımı, çeleşiş bağımı, qaysi taraftan olsa, muşunga aşı bizniki şu kiçinan yançıqdı ba, kiçinan mında Uygur men, Uygur millet men deb özünü imqildan adam olsa, aşı Allah razılığı için aşılarını baştan mangutsak, aşılarını ötküzsek dese, aşının mümkünçülük meşhedi bağ qarın. Ama qıldıgan adamlarımız yok da, aşı arqılıq bolsun biz kişinin yaş balarımızını birlikке, biz bana az qıvatımız. Misal hazıl, biz Sultan Qurğanda meşhedi bana yaş balarını 18-19 yaş balarını hazıl özəm jığıb, hazıl vaxtıda. Bir 30-40 tane bala jığdım. Jığıb aşılarını dop tepkizib, şu gruplu qılıb, ulanı şu çat yerlerge apırıp, aşılar qızıqtırıb adı məndə. Ulan bana azı qızıqıb, mən ulan da adım, bu futbol oynaşılı məqsəd emas, məqsəd bir-birinlə bilə tonuşur. Misal, Zaragoza var sizə. Əşəddiki Uyğur yaş bala bilə, mən sizədək 18 yaş bala bilə tonuşur. Ağını bulur, qeyrindaş bulur. Bir yada gol kirgiziş emas, futboliş emas, məqsəd onun da emas. Bir-birinləға yaxşı ikram qilish, bir-birinləға muhabbetinlərini köstür. Şu vaxtıda ulamı ətisləyə kelidu. Keyin ki sizlər onları kütüb alısınlar. Aşna qılıb, hər qandaq nayiyə berib, qıb ittifaqqa birlik əkəgəndə keyin bu çoğun bir nəsi oldu. Çoğun bir nəsi olğandı ki, bu vaxtda Allah hər qandaq işini biz ittifaq bilən, birlik bilən hər qandaq işini ketələyimiz. Hazır yaş balalarımız özü bilən, çoğunlarımız özü bilən bu ketib vardı. Meniki ən çoğun məqsədim şu, yəni şu birlikə yaş balalarımız əkiliş. Qandadik hadi hazır din tərəfdən desək, yani din tərəfdən desək, köplərin onunla bizim Uyğurlarımız cıqları jıraqdı dində. Şunun üçün, bunu tərəfdən olsa mı, köplərin bunun göz qaraşı yaxşı. Bana şunçilik atalar ballarını əkvatıdı meni inamğa. Menin nəvrimlə siz trenirat qılsınız ki, siz oynayıb verəmsiniz, siz yığıb verəmsiniz deyib ketib vardı. Yani meni ki özənin yaşım çoğu üçün, işten salametçik onda bulmayı, işte manda bulmayı bu ketib vardı. Ama vaxtımı bölüp, həftədə aşı gün degəndək berib atı mən. Berib, özəm aşı ballarını jığıb ben qıvatmaz. Şunun üçün bana qançilik bizning ballarımız muhtajda. Yani to, что ballarımız, aşı ataları, daşı buvuları bana kelib, bizgi berib atı da, aşı nəvrimizdə bana, siz bana ballarını trenirat qılıpsınız, bana öğütüyüpsiniz, dop tepişim damında. Hacım, siz muşlarını yıqıb bəsiniz, bana nəvrəmini əkeldim, degələr bu bana. Sizgi ben tapşırmam, bana berimən degələr. Aştaq nəzirlərdə görüb çıxıb, siz muşlar anıldıq deyib degələr. Bana muşu, meniki çoğun bir arzumdu. Bütün muşu, bizniki muşu, Almutu boyunca, muşu Uyğurlarınki yaşlarını bir ittifaq əkiliş, muşu bir yaxşı usul bana. Muşu arqılıq qısaq, bir yada eliqində emas, eliqində futbol emas da, futboliş. Eliqində futbol emas, mən priz alımən. Mən munçilik 500 verdik ki, 1000 verdik. Yox, o ondağa emas. Bir yada bunu məqsədini qoyuş gerekdə, bir-birinlağa muhabbət, bir-birinlağa sizə Uyğur bolğandan keyin, bir-birinlağa şu köyümlüyü, bir-birinlağa ittifaqlıq buluş üçün biz muşlu qıvatı meyizləş gerek. Yox, məyədə milyon təngi oynaydı ki, milyon təngi üçün desə, o balanın göz qarışı, bir-birige imsi yoxab, bir-bir im bulmaydı da, abayqı nəsi doğru kəməyini. Şunun üçün bir yada bunu muqim özgürtüb durub qısaq, yaxşı buladı. Mənim məqsədim şu.